Assalomu alaykum azizlarim. Bizni Moskvadagi hayotimiz. Meni turmush o'rtog'im koreys bo'lganligi uchun biz tez-tez koreyscha taomlar tayyorlab turamiz. Buning uchun bizga koreyskiy souslar kerak bo'ladi. Biz koreyskiy souslarni Ozondan tez-tez zakaz qilamiz. Har safar biz zakaz qilgan vaqtimizda kilosi ko'proq bo'lgan souslarni zakaz qilishga shunda anchagina yetadi. Agar kichkinaroq kichkina konteynerlardagi souslarni zakaz qilsak, ular tezroq tugab qoladi. Shu oxirgi kunlarda Ozonda 2 kilolik boyagi konteynerlardagi souslar topilmadi. Biz qancha qidirdik. Birdaniga turmush o'rtog'im boyagi Google'dan Korshop degan kompaniyani ko'rib qopti, Moskva bo'ylab. Mana shu Koreya, Tailand, Vyetnam, Yaponiyalarni tovarlarini olib kelib Moskva oblast bo'ylab tarqatar ekanda. Yo ostidan давайте shunga bir zakaz qilib ko'raychi deb men shunday kecha zakaz qildim. Bugun soat 2 da menga olib kelib berdi. Hozir bizda kech bo'lishiga qaramasdan kelinglar, mana shu tovarlarni raspakovka qilamiz sizlarga. Menga sovg'a ham solishibdi. Qaranglar. Mana bu kunjut yog'i, juda qimmat. 1 litr kunjut yog'i почти 2000 rubl. Rossiya rubliga. Mana bu esa chay deyiladi. Bizning esengi koreyslari buni chay deb aytadi, lekin bu yerda jenjan deb yozilgan. Yujniy koreyslar soyavoy pasta jenjang deb aytilar ekan. Mana bu esa achchiq qalampirli pasta. Sos. Quyuq ancha ketadi. Menga hammasidan ham bilasizlarmi, nimasi yoqadi? Mana shu yujniy koreyaliklarni boyagi pastalarini, konteynerlari. Juda ko'p marta ishlatsangiz bo'ladi-da. Juda plotni yopiladi, yaxshi yopiladi-da. Keyin ko'p narsalar solib qo'ysangiz ancha vaqtga yetadi. Mana bu esa dengiz o'ti. Juda ham yaxshi ko'raman. Dengiz o'ti juda ham foydali. Ayniqsa bo'qog'i borlarga buni turgan bitgani yo'q. Men ham yaxshi ko'raman, meni nevaram ham juda ham yaxshi ko'radi. Mana shu hamma tovarlar 1 2 3 4 5 ta. 5 ta tovarimiz 5703 rubl bo'ldi Rossiya puliga. O'zbek puliga 915 ming so'm bo'lar ekan. Arzonmi, qadmi? Kommentariyada yozib qoldiringlar.